Assalomu alaykum. Forish tumani 8-maktab qizil hudud tushgan va KRS jarayonini o'rganishga keldik. Hamma joyda bor, biz xonada ham bor. Faqat do'stga hammasi. Hozir mana bunda aql yozmaganligim uchun darsga kirganim hisoblanmaydi. Lekin an'anaviy o'sha 80-yillarda, 70-yillardagi dars mashg'ulotlari bo'lyapti. An'anaviy shaklda. Noan'anaviy dars shakli yo'q. Masalan, guruhlarda interaktiv metodlar bilan akslardan foydalanib ko'rgazmalar bilan tarqatmalar qanday tarqatmaysiz, qanday bergan tarqatmaysiz, ustozga bergan tarqatmaysiz, amalda bajargan qan? Amalda bajargan. Hammasi. Ustoz yutib u sizlarni-ku. Lekin ozgina tanqiddan to'g'ri tushunish kerak. matematikani sertifikatga topshirmoqchi. Qizimiz. Hozir o'zimizdan matematik chiqadi. Ustoz Zafarovda 19-maktab bor. Qanday tushgan maktab bor. Tildan bir Zafarovda o'quvchimiz oldi. Ha? Chimqo'rg'on bor. Sertifikat. Shunday bo'lsam, darsga kiryapman, darsga kirsam skanaviy yechyapti. An'anaviy ta'limga o'tishimiz kerak. An'anaviy ta'limimiz har doim biz bilamiz, darsga kiramiz, 5 minut o'sha salomlashish, yo'qlama yoki boshqa narsa, aynan o'sha narsa uyga vazifa so'rak bilan boshlanadi, keyin qo'shimcha uyga vazifa, ya'ni mavzu tushuntiriladi. O'sha ta'limdan biz noan'anaviy ta'limga o'tadigan bo'lsak, biz o'quvchini avvalambor, masalan, men darsga kiradigan bo'lsam, birinchi bo'lib o'quvchini diqqatini o'zimga qaratib olishga harakat qilaman. Bu meni birinchi yutug'im bo'ladi. Chunki agar o'quvchini xayoli menda bo'lmasa, men dars o'tganimning foydasi yo'q. Chunki o'quvchini xayoli boshqa yoqda bo'lgandan keyin siz nima deyotganingiz unga qiziq emas, tushunmaydi. Keyin har bir o'qituvchi menimcha ancha birinchi bo'lib men boladan o'zini shaxsiy fikrini so'rayman. Bu asar o'tilmagan, o'qilmagan. Shunchaki fikr so'rayman. O'tgan kunlar deb aytdi, sen nimani tushunding dedim. Keyin yana bitta bu menga odat tusiga aylanib qolgan. Agar birorta mavzu asar haqida o'tadigan bo'lsam, birinchi kitobning yuzini ko'rsataman. Kitobdagi tushirilgan rasm ham ko'p narsani anglatadi. Bizga buni aynan o'qish joyimizda Usmonjon Qosimov degan domlamiz o'rgatganlar. Har doim kitobning yuzini ko'rib, aynan nima demoqchiligini tushunib olsang bo'ladi, u seni fikrlashingga bog'liq deydi.